Suv hayotlikning manbasi. Börek bo'lsa tug'ilishimizda bizga hamroh a'zo. Buningdan suv bilan börekning bizga nisbatan intayin muhim ekanligini ko'rib olgan bo'ladi. Undaqda masala kelib chiqdi. Badanga kirgan suv börek orqali bartaraf qilinadi. Suvni ko'p ichsa börek ziyon yetkazamdi. Har kuni 8 istakan suv ichish ilmiy bo'lamdi. Sinchaq salonning ko'rmalari yaxshimizlar. Bugun biz sog'lomlik to'g'risida ozroq to'xtalib o'taylik. Men ikki tarafdan tushuntiraman. Birinchidan suv bilan börekning munosabati. Ikkinchidan suvni qanday qilsak ilmiy ichgan bo'lamiz. Oldi bilan suvning badandagi sayohatini ko'rib o'taylik. Har bir a'zoning normal aylanishi uchun suv ketadi. Suv ichmasak yashay olmaymiz. Shunga chuqur suv ichishimiz kerak. Ichgan suv badan kirgandan keyin kekirda qizlangashni o'tib, ondan oshqozonda vaqtliq saqlanadi. Bir qism suvni oshqozon demori sumirolab qonga kiradi. Uningdan boshqa zo'r bir qism suv ichayga kirib, ichani lo'mildishni g'idiqlab, taratni ravolashtirib, ichadagi bakteriya to'pini uzuqlantiradi. Bu jarayonda suv ichay yo'lda tadrijiy sumirilib, qon aylanishga kiradi. Normal ahvolda suv taxminan yarim soatdan 1 soatgacha butunlay qonga kirib, qon tomoni bo'ylab butun badandagi har qaysi to'qilma a'zolarga berib, suv kamchil bo'lgan joyga vaqtida suv to'liqlaydi. Masalan, mingimizdagi ming yo'lin suyuqligi, og'iz bo'shliqidagi sho'lgay, oshqozon va ichadagi hazm qilish suyuqligi, hujayralardagi sitoplazma qatorliqlarning hammasi suvni xom ashyo qilib ishlab chiqarish qildigan bo'lib, suv kamchil bo'lsa bo'lmaydi. Butun badandagi cho'ng safar oxirlashgandan keyin qon suyuqligimiz ortiqcha suv va badanning har qaysi joylaridan yig'ilgan keraksiz moddalarni elib börekka keladi. Börak xuddi süzgichga o'xshash qondagi ortiq suv va paskan narsalarni suzib olib, suydik orqali badan sirtiga chiqarib tashlaydi. Maynat narsalar suzilib tozalangandan keyin qon börekdan ayrilib, uch yo'liga berib, yangi suv tarkibini kutib olib, yangi xushallıq qilib, yangi bir navbatlik butun badanni sayohat qilishga boshlaydi. Biz doim suydikdan zaharlanish kasalligiga giribtor bo'lgan bemorlar qarorlik holda qon dializ qilish kerak deb anglaymiz. Amaliyotda börekdan iborat bu tabiiy süzgichdan masala chiqqan bo'lib, dializlashdan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu sirtqi süzgich orqali qonning pokligini asli keltirishga to'g'ri keladi. Undaqda börekdagi bu tabiiy süzgich qanday xizmat qiladi? Agar börekni yerib ko'rsak, börekning asosiy gavdasining ikki qismga bo'linganligini aniq ko'ra olamiz. Bir qismi qip-qizil go'sht bo'lib, ilmiy nomi börek uyul moddasi. Bir qismi o'rtadagi bo'shliq. Ilmiy nomi börek jami deb ataladi. Börek mohiyati manglagan 10 minglagan börek birligidan tarkib topadi. Börek jami bo'lsa vaqtincha suylikni saqlaydigan o'rin bo'lib, qarmoqqa tuzilishi ancha murakkab bo'lmasa-mu, ammo börekdan iborat bu süzgichda xizmat qiladi. Ham nihoyatda nozik bo'ladi. Qon börekka yetib kelganda bu süzgich qonning eqish miqdoriga asosan qanchalik börek birligini ichib suzish kerakligini belgilaydi. Har bir börek birligi ikki yaxshi alkoholdan tarkib topadi. Ular ayrim-ayrim holda börek sharchilari va börek naychilaridan iborat. Aksi bo'lgan börek sharchilari ortiqcha suv va maynat narsalarni suzishga mas'ul bo'lib, xomashya hosil qiladi. Inisi bo'lgan börek naychilari bo'lsa, xomashyadagi kerakli moddalarni qaytadan sumirishga mas'ul bo'ladi. Ibtidoiy suylikdan keraksiz moddalar suydik hosil qilib, vaqtincha börek jamida saqlanib, belgilik miqdorda to'plagandan keyin suydik yo'l orqali badan sirtiga chiqarib o'tiladi. Endi videoning boshida biz o'tirib qo'ygan savollarga javob beraylik. Suvni ko'p ichsa börek ziyon qilamdi. Odam badanidagi 2 börekda jami 1 milliondan 2 milliongacha börek birlik bo'lib, normal qon eqimiga nisbatan börek faqat 4dan 1 qism börek birligiga ehtiyojli bo'libla xizmatni tamomlay oladi. Suv ichish miqdorining ko'payishi qon sig'imchanligini cho'ngishini keltirib chiqarganda börek texmi ko'p börek birligini qon suzish xizmatiga o'rlashtiradi. Shunga normal kishilarga nisbatan aytganda bizning börek birligimiz yetarli bo'ladi. Suv ichish börekka besim paydo qilmaydi. Lekin diqqat qilish tegishli shuki, börek iqtidori to'liq bo'lmagan ishlatishga bo'lgan börek birligi umumiy miqdori ozroq bo'lgan ba'zi kishilarga nisbatan aytganda qisqa vaqt ichida ko'p miqdorda suv ichish bir qadar xatarli. Bog'liq börek birligining ortkichi to'liq qo'zg'alganda yana ehtiyojni qondira olmay, qondagi ortiqcha suv vaqtida chiqarib o'tilmasa, butun badan suvdan zaharlanishni keltirib chiqaradi. Bu xil ahvol yolg'iz börekni zaxmlantirib qolmasdan butun badanimizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga har bir odamning börek iqtidorining cho'ngkichligiga o'xshash bo'lmaydi. O'zining börek iqtidori cheklik kishilar to'piga nisbatan aytganda suvga qattiq chek qo'yish to'g'ri keladi. Undaqda normal odamlarga nisbatan aytganda har kuni qanchalik suv ichsa muvofiq bo'ladi. Odatda odam badani kuniga 2000 ml dan 3000 ml suv qabul qiladi. Bu normal suv ichish miqdoridir. Börekka ziyon yetkazmaydi. Aksiya salomatlikka foydasi bor. Har kuni 2000 ml miqdor bo'yicha oz miqdorda ko'p qatam badanga suv to'liqlab berganda badanning aylanish metabolizmini kuchaytirib bo'ladi. Ziyonli moddalarni azaytib börekda turib qilish, börekda tosh paydo bo'lish, suydik yo'lda tosh paydo bo'lish xavfini azaytadi. Shuning bilan bir vaqtda börekning iqtidorini saqlashga zo'r yordam bo'ladi. Shunga nurg'un do'stlarning börek iqtidori masala ko'rishning sababi ko'p hollarda suvni ko'p ichganlikdan emas, balki suvni bek oz ichganlikdan bo'ladi. Ikkinchidan suvni muvofiq ichib berganda qavziyatni pasaytirib, kuchay yo'lning sog'lomligini yaxshilab, badandagi elektrolitlarning tamponligini tanishigila bo'ladi. Shunga tan sog'lomligini saqlash uchun börek iqtidori normal bo'lgan do'stlar muvofiq miqdorda suv ichib berishi, har kuni suv ichiga kafolat qilish kerak. Xulosalab chiqsak, birinchidan suv badan kirgandan keyin sumirilib qonga kiradi. Qonga agishib butun badanni aylanib, har qaysi a'zolarning suv tarkibini to'liqlaydi. Buning bilan ehtiyojni qamdab bo'lgan ortiq suv eng oxirida börekning sirtiga chiqib ketadi. Ikkinchidan börek bir tabiiy süzgich. U qondagi suv va keraksiz moddalarni suzib, qonni pokiz qiladi. Uchinchidan börek iqtidori normal kishilarga nisbatan aytganda suv ichish börekni zaxmlantirmaydi. Har kuni 2000 ml dan 3000 ml gacha suv ichib bersa, aksicha börekning sog'lomligiga foydali. Börek iqtidori to'liq bo'lmagan kishilarga nisbatan aytganda qisqa vaqtda ko'p miqdorda suv ichish asosan suvdan zaharlanishni keltirib chiqaradi. Shunga chuqur kontrol qilishga diqqat qilish kerak. Bugun mazmun mushargichi bo'lsin. Agar sinchaq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz, bizni qo'llab yulduz belgisini yoritib qo'yishni unutmang. Qo'llash shunchalik oddiy. Agar mazmunning qimmati bor deb qarasangiz, oilangizdagilarga va do'stlaringizga avat qo'yishni unutmang. Bu film balkim ularga yordam bera olishi mumkin. Hammamiz birlikda sog'lomlikka
ko'ngil bo'laylik. Ham mushu munosabat bilan sizlarga maxsus sog'lomlik va badan chiniqtirish, urug'lash bilimlari haqsiz yo'llangan salonni barni tavsiya qilay. Ichidagi mazmunlar kasbiy bo'lib, sizning sog'lomlik ham go'zallik yo'lingizdagi yaxshi hamrohingiz bo'la oladi. Ham haqsiz masala so'rasangiz bo'ladi. Salon izlash nomi latincha kichik harfda muskul 8 yoki ekrandagi ikkilik kodni saqlab olib, skanlab qo'shib olsangiz bo'ladi. O'zingiz qiziqadigan temalarni inkaslarni qoldiring. Biz kelarki sonda tayyorlaymiz.